Assalomu alaykum bizning kuzatib borayotgan obunachilarimiz. Necha yillardan beri O'zbekiston hududida, O'zbekiston sharoitida ismaloq urug'i ekib kelinadi. Ismaloq urug'i ikki xil navi bor. Birinchisi toshkan ismaloq deyiladi. Bargi ingichka bo'ladi, uzun bo'lib o'sadi. Ikkinchisi qo'qon ismaloq deyiladi. Bargi yapaloq bo'ladi-da, past bo'lib o'sadi. Shu ikkitasidan O'zbekiston sharoitida, O'zbekiston hududida juda ko'p ekiladi. Bizga bo'lsa 2026-yil mavsum uchun ikkinchi ekin uchun ismaloq urug'larimiz kelgan. Gollandskiy sort bularimiz o'sha bargi yapaloq barg past bo'lib o'sadigandan 450 grammlik pachkada urug'imizning sifatlari mana. Bu yerga yozilgan instruksiyasini fonda o'qib chiqdim. O'zbekiston hududiga, O'zbekiston sharoitiga juda ham mos keladi bu. Buni afzallik tomoni hosildorligi ko'p, barglari ham seri barg bo'ladi. O'zimizga nisbatan sifati ancha yuqori bo'ladi. Bularni O'zbekiston sharoitida ekib bemalol hosilni olib sotishinglar mumkin. O'zimiz ismaloqlardan ko'ra farqli ravishda hosillari juda ham ko'p, sifatli bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ob'yemlar bor.